statistik ma'lumotlar o'zingiz mana nomi bilan aytib turibsiz. Bu statistika bo'yicha shug'ullanadigan tashkilotlarda bo'ladi. Aynan bizda yo'l harakati xavfsizligi bilan bog'liq masalalar bo'yicha biz kerakli vaqtlarda mana Oliy Majlisda bo'ladigan o'sha hisobotlarimizda yoki qaysidir bir hisobot berish shaklidagi yig'ilishlarimizda buni biz aytyapmiz, foizlarda ko'rsatyapmiz. Bu bo'yicha hech qanaqa bugungi kunda bir masala ko'rayotganimiz yo'q. Agarda aynan sizga biz juda ko'p nima bilan ishlayapmiz, shu sizni gazeta.uz nima bilan mana Kun.uz, Qalampir.uz bevosita yoki bilvosita ish tashkillashtirilgan. Ular bizga xatlar bilan chiqyapti. Qaysidir bir ma'noda o'sha statistikadan foydalanishi mumkinligi yoki boshqa masalalarda dialog qo'yilgan, o'rtada hamkorlik bor. Bu bo'yicha hech qanaqa masala yo'q. Lekin bu o'sha qandaydir tadbirlar yoki so'rov bilamiz, bir tabiiy holatda saytlaringizni e'lon qilib boshlanmasi yo'qmi, mexanizmi joriy qilish rejada? Belgilangan tartibda e'lon qilinish lozim bo'lgan statistika e'lon qilinyapti biz bilan bog'liq. Bolalar o'limi bu bizni eng og'riqli joyimiz desak ham bo'ladi. Har bitta mana shunaqa yo'l transport hodisasini eshitsak agar o'zimizni qo'yarga joy topolmaymiz kerak bo'lsa. Alohida bu bo'yicha nima boya tanishgandirsizlar, alohida xonalar, alohida yo'l xaritalari belgilab berilgan bu bo'yicha. Bolalar o'limiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan barcha omillar tahlil qilib chiqilgan. Bu o'sha maktablar oldi yoki maktabdan chiqib toki o'sha farzandlarimiz uyigacha boradigan marshrutlar bor, to'g'rimi? Mana shular barchasi tahlillar qilib chiqilgan. Kuni kecha biz o'sha bolalar bo'yicha ombudsman vakillari bilan ham uchrashuv o'tkazdik. Bu bo'yicha ham bor mavjud muammolar yoki qilinish kerak bo'lgan, bartaraf qilinish kerak bo'lgan ishlar hammasini gaplashib oldik. Qisqa qilib aytganda, bolalar o'limi bo'yicha ishlar boya ko'rsatgan bo'lsalar ham kerak sizga. Bu yerda lekin statistikani aytishmadi-da bu yerda ham. Masalan, fevral oyida AUKda bo'lganda, keyin AUK sizlarga chiqqan xat bilan, lekin haligacha ham javob berilmagan. Aynan bolalar bo'yicha. Masalan, statistika dahshatli, ya'ni yildan-yilga qo'rqinchli raqamlar bo'lyaptimi yoki nima uchun ochiqlamayapsiz? Agar sizlar qilayotgan ishlar natija berayotgan bo'lsa, menimcha buni ommaga ochiqlasa, menimcha yaxshi bo'ladi. Masalanda, yildan-yilga savoldan savolga menimcha madaniyatga rioya qilsak, tugatsak, biz savol javobimizni keyin sizga savol berishga yana imkoniyat bersak. Davomli bitta bo'lgani uchun qo'shimcha qilmoqchi edim men. Ozgina bir nimamizni ham ko'rsataylik, o'zimizni qay darajada tayyor ekanligimizni, professionalizmimizni. Boyagi savolingizga javob endi bolalar o'limi kamayishi yoki uni aynan raqamlar masalasi qiziqtiradigan bo'lsa, men birinchi savol boshiga aytdik, shu raqamlar hammasi mavjud. Statistika o'sha boshqarmalarida ham mavjud. Bolalar o'limini oldini olish bo'yicha qilinayotgan ishlarimiz ham mavjud. Bu bo'yicha endi hozir yonimizda yo'q, lekin bevosita kelib bu masala bo'yicha qanday bir yondashib, yordamni ko'rsatib, boshqa qilib, shuni oldini olish bo'yicha ishlar tashkillashtirishga hech qanaqa bunda bizda cheklov yoki eshiklarimiz yopiq emas. Rahmat.